Men Jamal Craft'ın yangi videoga arkadaşlar. Bugün yangi video soruyor qiziq bo'ladigan unutmang kanalda biz videoni boshlaymiz. Agar video yoqsa obuna bo'ling, biz yaqinda 500 ta bo'lishimiz kerak. Do'stlar, YouTube kanalimda juda ham ko'p odam obuna bo'lmasdan kuzatayotgan. Uni aytsam men hozir sizlarda og'izlaringiz ochilib qoladi-yu. Uni aytaveraymi do'stlar, kanalda men aytaman. Xullas 96dan 9% odam obuna bo'lmaydi ekan, atga 3dan 1% odam obuna bo'lar ekan. Xo'sh, ana yangi chiqib keldi shunday qishloqlar. Xo'sh, men hozir ovqat yegan hozir qornim to'q va men ekinlarimni qaraganni ketaman. Bolta olamiz. Bolta emas, belkuraga olamiz. Hamda ketdik. Va hozir men mana shularda teri bo'lib, merda oldiga borishim kerak. Anchasi o'sib qolibdi o'zi. Anchasi emas, sal bo'laveradi. Sabzi bu hosil o'tagan. Oldingi videoda 13 ta video oladi ekan. Bu videoda ama lekin 14 ta berdi. Ama qolmaydi ekan-da, bizimga. Nimaydi? Va bu yoqqa esa sabzi. Bu eshiklarni nimaga qo'yganman bilasizlarmi? Mana chiqib yurish uchun. Ana bo'ldi, endi yarimni olib, merda oldiga tashib kelaman desam, adolat deb bo'lmaydi. Bu mana qarab, bu esa mana qarab, ikkalasam to'g'ri. Ana bu yerda bitta o'sib qolib ketibdi. Aytdim nimagadir kama deb. Mana ikkita bo'lib qoldi. Do'stlar, o'shancha ko'p kompyuter o'ynamaslik kerak, ko'ryapsizlarmi? Menda qanchasidan o'qib qolasizlar. Qaranglar, hattoki mana ularni qo'yish esdan chiqib ketyapti-yu. Xo'sh, endi merda oldiga borish kerak. Men esa mana bu uyda, ana uyda yangi kelganlar bor. Men bilaman, yana ko'rishib chiqmaymikan yo'q. O'zlari ashida bo'lsa ko'rishib ham qo'yaveraman, menga esa baribir. Xo'sh, yarimini ovoz adolatli bo'lmaydi va men ikki hissa qilib qaytarsam juda ham ko'p zo'r bo'lardi. Ikkilasam 10 ta qilib qaytarganim yaxshi bo'ldi. Xo'sh. Janob bu yerga kirsam bo'ladi? Ha, kiraver. Ha, kiryapman. Xo'sh, men bugungi hosillar deb kelgandim. Mana shularni sizga ana o'shanlarga qo'yib qo'ysam bo'ladimi? Ha, qo'yib qo'yaver. Keyin atiga ikkalasi ham xullas sabzi 10 ta, bug'doy 10 ta va 2 ta dona nechta zumrud bo'ladi? Hozir. Bo'pti, gapiravering. Senga Ha. 5 ta zumrud bo'ladi. 5 ta zumrud sal 20 taroq bo'lmaydimi? O'ta ham ko'p beryapman. O'zi kechagi qilgan anaqalarim yo'q. O'zi ketdi. Bozorlarda bitta sabzi 65 ming bo'lib ketdi. 65 ming bo'lib ketgan bo'lsa, narxi oshibdi. Demak, meniki ham oshib ketar ekanda. Ha, shunday endi. Ha, bo'pti, unda men 10 ta olaveray, sizni qiynab qo'ymasdan. Ha, mayli. Bo'pti, men ketyapman. Xo'sh, eshikni ochaman. Ulasman. Xo'sh, 10 ta bo'ldi. Endi do'konga boramiz, cho'pa-cho'p yeymiz. Yo'q. Mana bu dachani ko'rib chiqaymi do'stlar? Dacha o'zi yangi qurildi bayam. Qaranglar do'stlar, yop-yorqina hamma joydagi sandiqlar, sandiq. Bularning ichida nimaga hech bo'lyapti desalaringiz, chunki buni hali
Hali belki hech kim kelmagan, men yaqinda kelib ko'raymikan yoki Xo'sh. Salom shiytalar. Ha, qalaysan? Yaxshi, nima qilyapsizlar? Ha, mana gaplashib o'tiribmiz. Mayli, unda men ketayapman, bo'pti. Ha, bo'ldi, ketaver. Ana u yangi qo'shnilar qayda? Ha, bilmadik. Sizlar yetilsizlar, yana bilmaysanlar, voy. He, hepimiz boramiz. Yo'q, kerak emas. Mana bu mening ekinim, mana bu boshqa yetilli ekinim, mana bu boshqa yetilli ekinim. Qarab ham yurmaydi. Xo'sh, kirib ko'rishimiz kerak bo'lmasa bilamiz. Taq. Kiraveraymi? Ay, kiryapman, o'zi hech kim yo'q shekilli. Hech kim yo'q ekan do'stlar, qaranglar, o'tayam zo'r-ku. Sandig'iga hali to'la qo'yavaylik ko'ramiz. Baribir lekin mana buni to'g'rilab qo'yish kerak. Bu esa mana bu yerga qo'yib ko'rmaydi, ochiqcha bo'lib qolibdi. O'shancha hozir endi ana bu odamni topishim kerak. Qani o'zi qayda va qayerlarda yuribdi? Xo'sh, yetillar ko'rgan bo'lish kerak yoki u uchiga aylangan chiqqanmikin? O ana emasmikin? Biznesmenga o'xshayapti rosa. O, salom. Nima qilyapsizlar? Ha, mana aylanib yuribmiz. Sizlar yangi kelgan emasmisizlar? Yangi kelganlarmiz. Unda ana versaklaringizda boshqa joyga qo'yib qo'ydim. So'kib berishlarmi yana? Yo'q, bo'ladi. Sizlar biznesmenmisizlar? Ha. Bu yermi? Ana bu bolachami? Ha, bu tirnacha qaydadirgan bo'lyapti o'zimizga. O'zim tashlayapmikin. Bu sizlarni bolalaringizmi yo birovni bola? Bizniki. Unda urmishlarda bo'pti. Meni olam o'zini yo'q qilyapti shekilli. Mana shu daraxt sizlar chopib qo'ydilaringmi? Ha, chopib qo'ydik-da. Daraxt kerak bo'lishi kerak bizga. Mayli, lekin uylaringiz zo'r ekan. Ha, rahmat. Ana bu do'stlar, mencha ana bu yetillarga aytib qo'y. Yetillar mencha ularning kimligini bildim. Ha, kim ekan? Ular biznesmen ekan. Voy, meni bu kim kelyapti? Lekin biznesmen bo'lib bitta bolasi ham bor ekan, Bilimdon degan ismi. Kelamalik. Oldida yurayotganda tirrancha bo'lib. Bo'pti. Do'stlar, hozir men zo'r narsa qilib beraman, qaranglar. Xo'sh, mana shunday qilib o'ynayman, do'stlar. Yetillarga sotuvchi tog'aga kirish kerak. Sotuvchi tog'u, kravat o'rnatyapsizmi? Nima qilyapsiz? Mana turibman. Lekin sizlarni men gapirishlaringiz uchun moda o'rnatganman, bilasizlarmi? Bo'lmasa gapirmasliklaringiz. Ha, bilaman. Ko'ryapsiz, nima bo'ldi? Men tepaga chiqib ko'raveraymi? Yana har doim ruxsat berasiz? Ha. Menchi bitta ham zo'r narsa qilib oldim. Yomondan zo'r ko'rinyapti bor-ku. Hozir endi Oy, bitta xalat yo'q. Oy, tot. Sen tushishni bilmayapsanmi?
Yo, mana tushdim. Uyimga ketyapman men. O'zing so'rashga kirganding? Yo, so'rashgani kirgandim. Dars olgan kiradimmi? Xo'sh, ana bu yoqqa ham borib kelinchi. Tik 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 qilib meni bundoq bo'lishim kerak. Eshigimni ochib oldim, nima qila arvoh bo'lib qoldimi? Yomon uzoq ko'rinyapti-yu, shuncha uzoqmi? Agarda mana bunday qilsam hozir grafikasini o'zgartirib, mana bunday qilib qo'ysam, yomonam yaqin hatto mayda zarrasigacha ko'rinadi. Xo'sh, to'g'rilab olamiz, ovqat yeb olamiz. Kechki ovqat steak emas, tort bo'ladi. Bugun men tug'ilgan kunim deb. Bugun emas, u ana shu tuk. Do'stlar, yomon charchab ketdim. Endi men uxlashim kerak. Yomon uxlab qoldim. Do'stlar, biz yaqinda 500 ta bo'laylik. Hozir men mana bu to'g'rilashlarga kirib, do'stlar, men yaqinda stream ham olaman va shunda men o'shanda yuzimni ko'rsatishim ham mumkin. Chunki men 100 ga bo'lsam albatta tamomlayman. Yangilab qo'yganman do'stlar, videoni boshlashimdan oldin. Lekin ana uylar o'zi ko'chib kelishdi do'stlar. Uni men qurdim deb o'ylamanglar. O'zi anaqa ko'chib kelishdi ular. Hozir do'stlar. Endi men o'ta olaman. Sakrab video. Mayli. Biz uchun bo'laveradi. Mana bu uyda aynagini sindirganim, mana oradan teshib o'tish kerak edi. Mayli. Shu bilan ular kelishgandan keyin qishlog'imiz ham ko'payib qoldi, masalan, odamlar ko'payib qoldi. O'tayim azida. Sizlar gapirmaydi. Tort yapsanmi? Ha, tort yapman, sotuvchi aka. Gapga berasanmi o'zi? Aytsam. Hozir endi voy savq qoldi. Hozir sotuvchi tog'a bilan yana kelishib olaman do'stlar. Agar men shu 50 gacha sanaga deb turib beraolsam, shu ancha bo'ladi. Sotuvchi tog'a men agar 50 gacha sanasam, mana berasam. Men senga bitta yangi qo'shiqni aytaymi? Yo'q, unday qilsang berib bermayman. Mayli, qo'shiq aytingchi. Mana tashqan, sular tashqan, o'tolmayman, yor. Bo'ldi. O'zbekcha qo'shiqda yodlayapsiz o? Sotuvchi tog'a ana Jamal Kratos kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar deb qo'ying. Do'stlar, Jamal Kratosni
kanalga obuna bo'linglar. Ana eshitilaringmi? Shu bilan video tugadi. O'zingizga tegadi. Ko'rishguncha xayr.